Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 12 ayının 24 günü cuma. Hammanglarning bugungi muborak cuma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Aqsarayning 23 dekabr e'lon qilgan bayonotiga asoslanganda, Amerika prezidenti Jo Bayden 23 dekabr kuni Uyg'ur majburiy amgigining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'ygan. Shuning bilan 16 dekabr prezident Baydenning imzo qo'yishi uchun Aqsarayga yo'llanganligi ilgari surilgan mazkur qonun loyihasi 23 dekabr kuni rasmiy qonunga aylangan. Aqsarayning bu vaqtdagi e'lon qilgan bayonotida mundaq deyilgan: 2021 yılı 12 ayının 23 günü Prezident Xitayning Şinjan Uyghur Avtonom rayonidan mahsulot import qilishni cheklaydigan va shundaqlar rayondagi majburiy emgakda mas'uliyati bor chet ellik amaldorlarni jazolaydigan 6256 numurli qonunni imzoladi. Bayonot yana mazkur qonunning ro'yobga chiqishida rol o'ynagan Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim, Kengash palatasining raisi Schumer, Avam palata a'zolaridan Mick Warren va Christopher Sims, Kengash palata a'zolaridan Jeff Merkley va Marco Rubioning bu jihatdagi xizmatlariga rahmat aytilgan. Amerika prezidenti Joe Biden Twitterda Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'yganligini mono so'zlar bilan e'lon qilgan. Men bugun ikki partiya o'rtaq qo'llagan Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'ydim. Amerika ta'minlash zanjiridagi Şinjan va Xitoyning boshqa joylaridan kelgan mahsulotlarni o'z ichiga olgan, barliq mahsulotlarning majburiy amgakdan xoli bo'lishiga kafolat qilish uchun qo'limizdagi barliq vositalarni ishlatishni davomlashtiramiz. Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim o'zining Twitter supasida yozma e'lon qilib, Amerika prezidenti Jo Baydenning Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonuniga imzo qo'yib, uni rasmiy qonunga aylantirishi majburiy amgakning oldini olish uchun qo'llanilgan kuchlik tadbirdir degan. U yana mundaq deb yozgan: Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmon osonliq millatlarga qarata elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi dunyoning vijdoniga qilingan bir xiris. Shunglashqa Avam palatasi Xitoy kompartiyasining majburiy amgak ishlatganligining javobgarligini surishti qilish uchun ikki qitim qonun ma'qulladi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken prezident Bayden mazkur qonunga imzo qo'ygandan keyin o'zining Twitter supasida mundaq deb yozgan: Men bu yilning 5-ida Uyg'ur lager shohidlari, lagerlarga solanganlarning oila a'zolari va advokatlar bilan ko'rishganda buning javobgarligini surishtirishga va'da bergan edim. Bugun prezident Uyg'ur majburiy amgakning oldini olish qonuniga imzo qo'yib, bizning majburiy amgakka qarshi turish irodamizni ifodaladi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetimi o'zining Twitter supasida prezident Baydenning mazkur qonunga imzo qo'yganligini tabriklagan. Ular yana mundaq deb yozgan: Biz hukumat va aloqador taraflar bilan bizning axloqiy pozitsiyamizni ifodalaydigan Şinjandagi majburiy amgakka va irqiy qirg'inchilikka chetishlik qonunning to'liq yo'lga qo'yilishida hamkorlashishni umid qilamiz. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda mundaq degan: Bu hozirga qadar Amerika hukumati Xitoy kompartiyasining qulluq amgakiga javobgar bo'lishi uchun qo'llangan eng muhim va eng unumli harakatdir. Bu bizning Beijing bilan bo'lgan munosabatimizni tubdan o'zgartirdi. Bu qonun yana Amerikaliklarning bilib bilmayli Xitoyda qulluq amgaki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmasligiga kafolatlik qiladi. Men Bayden hukumati va xizmatdoshlarim bilan birlikda bu yangi qonunning yo'lga qo'yilishi va to'g'ri ijro qilinishiga kafolat qilish xizmatlarida hamkorlashishni xohlayman. Amerikaning boshqa munosabatli hukumat amaldorlari Amerika prezidenti Jo Baydenning Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni rasmiy qonunga aylantirganligini o'zlarining rasmiy ijtimoiy aloqa supalarida orqa-orqadan e'lon qilgan. Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanganligi e'lon qilingandan keyin muhojiratga Uyg'urlar ijtimoiy taratqularda Amerikaning Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun olgan bu tadbirning unumli bo'lishini umid qiladiganligini bildirishdi. Ular yana Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilingandan keyin majburiy amgakka selinayotgan urug' tuqqanlarning ma'lumotlarini ijtimoiy taratqularda keng tarqatish orqali boshqa demokratik davlatlarni Amerikaga o'xshash amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Dunya Uyghur Qurultiyi o'zining ijtimoiy tor supalarida mazkur qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanganligini qizg'in tabriklaydiganligini bildirdi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi: Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanishi tarixiy bir hodisa bo'ldi. Dunya Uyghur Qurultiyi va butun dunyodagi Uyg'urlar bu qonunni qizg'in qarshi olamiz. Dunyodagi boshqa davlatlarning Amerikani o'lga qilib, mushuningga o'xshash Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunlarini va boshqa Uyg'urlarni qo'g'daydigan qonunlarni chiqarishini umid qilamiz.
Uyghur kishilik huquq qurilishi, Uyghur harakati tashkiloti qatorliq Uyg'urlarning muhojiratdagi tashkilotlarimi bu munosabat bilan orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, mazkur qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanganligini tabriklashdi. Kuzatuvchilar Uyghur majburiy amgikining oldini olish qonuni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga zarba berishdagi bo'sish xarakterlik amaliy qadamlarning biri deb qaramoqda. 22 dekabr kuni Dunya Uyghur Qurultiyi bilan Tibet va Hong Kong tashkilotlari birlikda bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlardagi tanharakatchilarni Xitoy sohibxonlik qiladigan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Ular olimpikka tayyorlanayotgan tanharakatchilarga e'lon qilgan ochiq xatida tanharakatchilardan Xitoy hukumatining bostirishiga uchrayotganlarni nazarda tutib turib, bu qitimliq olimpik musobaqasiga qatnashishni rad qilishini talab qilgan. Ochiq xatda mundaq deyilgan: Albatta biz olimpik tanharakatchilarining bu musobaqalarda chempionlikni qo'lga keltirish uchun qanchalik ko'p kuch va vaqt sarf qilganligini bilamiz. Shunga ulardan musobaqadan voz kechishni talab qilish biz uchun intayin qiyin. Ammo Xitoy hukumati hukmronligi ostidagi hayotni xalqimiz uchun haqiqiy ma'nodagi o'lim deyish mubolag'a emas. Biz sizning o'z maydoningizni ifodalab, tarixning to'g'ri tarafida turib, irqiy qirg'inchilik olimpikiga qatnashishni rad qilishingizni murojaat qilamiz. Sizning qo'llashingiz bizga, oilamizdagilarga va bizning xalqimizga zo'r umid baxsh etadi. U ham boshqa tanharakatchilarga ulgu bo'ladi. Yuqorqi ochiq xatni e'lon qilgan Uyg'ur, Tibet va Hong Konglik vakillar yana Xalqaro Olimpik komitetining qishliq olimpik musobaqasini Beijingda o'tkazishni tanlaganligi va shuncha chaqiriqlarga qaramay, bu qarorni o'zgartmaganligini qattiq tanqid qilgan. Ular mundaq degan: 2022 yili Beijingda o'tkaziladigan musobaqa sizga va'da qilingan u fursat emas edi. Thomas Bach va uning rahbarligidagi Xalqaro Olimpik komiteti sizni kishilik huquqni tanlash yoki irqiy qirg'inchilik orqa ko'rinishidagi musobaqada raqobatlashishdan birini tanlashga majburlaydigan ahvolga tushirib qo'ydi. Amerika hukumati mushu oyning 5-ida Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotganligini nazarda tutib, 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini jakarlagandan keyin Kanada, Avstraliya va Angliya qatorliq davlatlarmi o'xshash qaror e'lon qilgan edi. Yaqinda buningga yana Belgiya va Avstriya ham qo'shilgan. Ammo kishilik huquq faoliyatchilari navbatda mazkur olimpikni keng ko'lamda boykot qilishni tashabbus qilmoqda. Sharq Turkistondagi algi to'nilgan nopuzliq jurnal Xinjiang madaniyati jurnalining pensiyaga chiqqan sobiq bosh muharriri. Jurnalist Qurbon Mahmud 2017 yilning oxirida Urumchida tutqun qilinib, izdiraksiz g'oyib qilib etilgan edi. 22 va 23 dekabr kunlari uning Amerikadagi o'g'li Bahram Sintash, shundaqla Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur adliya arxivi, Uyg'ur harakati qatorliq chet ellardagi tashkilotlar o'zlarining Twitter, Facebook va boshqa ijtimoiy taratquv munbarlarida bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining jurnalist Qurbon Mahmud haqida uchur berishini, uni shartsiz qo'yib berishini talab qildi. Töhfikar jurnalist Qurbon Mahmud Sharq Turkistondagi nopuzliq jurnal bo'lgan Xinjiang madaniyatining uzun yillik sobiq bosh muharriri edi. U 2017 yili 2-oyda Amerikadagi o'g'li Bahram Sintashni yo'qlab, bir oydan keyin Urumchiga qaytib ketgan. 2017 yili 12-oyda uning tuyuqsiz g'oyib bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Jurnalist Qurbon Mahmud tutqun qilingandan buyon Xitoy hukumat doiralari uning ahvoli haqida izchil turda hech qanday uchur bermay keldi. 2020 yili 5-oyning 10-kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi uning tutqunda ekanligini rasmiy dalillab xabar e'lon qildi. Jurnalist Qurbon Mahmud 2017 yili 12-oyda Xitoy doiralari tomonidan lagerga ilib ketilgandan keyin uning Amerikadagi o'g'li Bahram Sintash Amerikadagi hukumat organlari, kishilik huquq tashkilotlari va taratqularda ko'p qitim guvohlik bergan. Bahramning aytishicha, u 2017 yili 12-oyda dadasining lagerga ilib ketilganlik xabarini anglagandan keyin uning vatandagi oilasi bilan bo'lgan barliq aloqasi uzilgan. Shundan keyin toki 2020 yili bir qitimliq tuyuqsiz fursatda hadisi va opisi bilan 10 minut atrofida telefonda so'zlashish fursati bo'lgan. Ammo u dadasining qayerga qamalganligi va uning salomatlik ahvoli haqida boshqa hech qanday yangi uchurga erishaolmagan. Xinjiang madaniyati jurnalining sobiq bosh muharriri, shoir, töhfikar jurnalist Qurbon Mahmud 1950-yili Kucha noyasi Behishbaq yeza Boston kentida tug'ilgan. 1976-yili Xinjiang universiteti adabiyot fakultetini tamomlagandan keyin 1984-yilgacha Xinjiang xalq radio stansiyasida muxbir, muharrir bo'lib ishlagan. U 1985-yildan 2011-yilgacha Xinjiang madaniyati jurnalida mas'ul muharrir, bosh muharrir bo'lib ishlagan.
Qurban Mahmud Şinjan Madaniyati jurnalining bosh muharriri bo'lib ishlagan yillarda Uyg'ur ziyolilar ichidagi sarxil qalamkashlarning Uyg'ur madaniyati, tarixi, siyosiy va ijtimoiy taraqqiyot haqidagi bir yurish nodir asarlarini tanlab, mazkur jurnalda e'lon qilgan. Şinjan Madaniyati Uyg'ur tilidagi qo'sh oylik universal adabiy jurnal bo'lib, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat nazoratining boshqarishida nashr qilinib kelgan. Bu jurnal 1951-yili ommaviy klub degan nom bilan nashr qilinishga boshlab, 1980-yilga kelganda nomi Şinjan Madaniyatiga o'zgartirilgan. O'tgan asrning 90-yillardan keyin bu jurnalda adabiy asarlarga alohida o'rin berib kelingan. Uyg'ur qalamkashlarining oz bo'lmagan adabiy asarlari mushu jurnal sahifalari orqali jamoatchilik bilan yuz ko'rishgan. Afsus Qurban Mahmud tutqun qilingandan keyin uning uzun yillik mehnati singan Uyg'ur madaniyati tadqiqotida yetakchilik rolini o'ynagan bu qo'sh oylik universal adabiy jurnal 2018-yilga kelganda bir turkum Uyg'urcha jurnallar bilan bir qatorda nashr qilinishdan to'xtatilgan. Xitoy hukumati 2017-yildan boshlab Uyg'ur tilidagi nashr avkorlarini va adiblarni ta'qib ostiga ilib, Abduqodir Jaloliddin, Yalqin Ro'zi, Oblat Abdurshid Barqi, Odil Tunyoz va yana boshqa nurg'unlagan dongli qalamkashlarni dastlab tarbiyalash nomidagi lagerlarga so'lagan. Keyin ularning bir qismiga turli qamoq jazolari e'lon qilgan. Holbuki atalmish Şinjan universitetining professori, folklorshunos Rahila Davud, Şinjan Madaniyati jurnalining sobiq bosh muharriri, jurnalist Qurban Mahmudga o'xshash yana bir turkum Uyg'ur sarxillari haqida hozirga qadar hech qanday ma'lumot bermay keldi. Bu ahvol xalqaro Uyg'ur sarxillarining taqdiriga bo'lgan andishalarni bag'ancha kuchaytmoqda. Türkiye Gelecek Partiyasi raisi, sobiq bosh ministri Ahmet Davutoğlu Türkiye hukumatini Bejingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishloq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. O 20 dekabr kuni sinalg'u ko'rinish orqali tarqatgan chaqiriqida mundaq deydi. Keyingi yillarda Sharq Turkistonda yuz berayotgan besim va zulmlar yuragimizni dog'lamoqda. Xitoy hozir dunyoning ko'z oldida Sharq Turkistonda jazo lageri qurib, diniy ibodatlarni cheklab, qarindosh oila nomi ostida Uyg'urlarning uyiga Xitoylarni joylashtirib, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning madaniy, diniy va ma'naviy turmushiga hujum qilmoqda. Xitoy hozir Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Bundaq bir paytda Turk dunyosining ma'naviy poytaxti hisoblanadigan Anqara texicha sukutda turmoqda. Amerika, Kanada, Angliya va Avstraliya qatorliq davlatlar 2022-yillik qishloq olimpik tantarbiya musobaqasining Bejingda o'tkazilishini boykot qilishni qaror qildi. Har doim qayerda bir ezilgan millat bo'lsa, ularga yordam qo'lini uzatadiganligini ta'kidlayotgan Turkiya hukumatini Bejing qishloq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqiramiz. Turkiyadagi Gelecek Partiyasi o'tgan oy Turkiyada saylamga qatnashish salohiyatiga ega 20 partiyaga ochiq xat avatgan edi. Mazkur partiyaning muavin raisi Selçuk Özdağ apandining bildirishicha, xat avatilgan 20 partiya Gelecek Partiyasining taklif xatiga qo'l qo'ysa, bu xatni Turkiya parlamentiga sunib, Bejing qishloq olimpik musobaqasini boykot qilish qarorining ma'qullanishini talab qilish mumkin ekan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organi Qurultiyi tarkibidagi har qaysi qarindosh tashkilotlarimizga ayrim holda uqtirish yo'llab, ularni Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Mongol, Tayvan tashkilotlarini o'z ichiga olgan 200 dan ortiq tashkilotning birlashishi bilan qurilgan 2022-yillik Bejing qishloq olimpikini boykot qilish birliksipi tarafidan 2022-yili 1-oyning 4-kuni butun dunyo miqyosida bir tutash holda ilib beriladigan norozilik harakatlarga aktivlik bilan ovoz qo'yishga chaqirdi. Har qaysi alladagi Uyg'ur tashkilotlarining raislariga yo'llangan uqtirishda mundaq deyilgan: Hurmatli tashkilot raislari, Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Mongol, Tayvan tashkilotlarini o'z ichiga olgan 200 dan ortiq tashkilotning birlashishi bilan qurilgan 2022-yillik Bejing qishloq olimpikini boykot qilish birliksipi oldingi kuni xalqaroda jiddiy davom qilayotgan 2022-yillik Bejing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish harakatini yanada yuqori pallaga ko'tarish maqsadida 2022-yillik Bejing qishloq olimpikini boykot qilish birliksipining asosli qurg'uvchilarining biri bo'lgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan 21 dekabr e'lon qilgan chaqiriqida har qaysi alladagi Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimiz va aktivistlarimizni 1-oyning 4-kuni o'zdiri turishliq davlatlardagi olimpik komitetlarining yoki hukumat binolarining oldida bir tutash holda namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlarini uyushtirishga chaqirgan edi. Agar o'zingiz turishliq davlatlarning hukumatlari Bejing olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilish qarori olgan bo'lsa, namoyishni olimpik komitetlarining oldida, navoda o'zingiz turayotgan davlatning hukumati boykot qarori olmagan bo'lsa, u holda namoyishni hukumat yoki tashqi ishlar ministrligi oldida o'tkazsangiz bo'ladi. Har qaysi qarindosh tashkilotlarimizni mazkur chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'yishga chaqiramiz va bu vaqtdagi planingiz haqida Dunya Uyg'ur Qurultiyiga oldin javob berishingizni iltimos qilamiz.
Hürmet bilen Dunya Uyghur Qurultiyi. Germaniya hökumetinden 2022 yıllık Beijing irqi qırğınçılıq olimpikini diplomatik boykot qilishni talab qilish maqsadida 2022 yılı 1 ayının 4 günü Dunya Uyghur Qurultiyining uyuşturushi bilan Berlinda keng ko'lamli yurish va birlashma namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar oldi bilan 1 ayının 4 günü atigan soat 9 Berlindagi mashhur Brandenburg darvoza oldida to'planadi va bu yerdan Germaniya tashqi ishlar ministrligining binosi oldiga qarab yurish qiladi. Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan uyushtiriladigan bu qitimqi keng ko'lamli namoyishga Germaniyadagi Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va kishilik huquq tashkilotlari, shundaqla Berlindagi turk islom tashkilotlari yaqindan moslashib berdi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan Germaniyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizga xitoban qilgan so'zida, garchi Amerika boshchiligidagi ko'plagan g'arb ellari 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilish qarori olgan bo'lsa-mu, afsuski Yevropa birligining boshlamchisi va parovuzi hisoblangan Germaniya hukumatining toki hozirga qadar boykot masalasi haqida aniq bir qarorga kelinmaganligini. Shunga Germaniya hukumatini boykot qarori elishga undash va Germaniya hukumatiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana bir qitim xotirlatish maqsadida bu qitimqi namoyishni o'tkazishga hozirlanayotganligini. Germaniyaning har qaysi joylarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni vatan ichida qirilayotgan xalqimizning haqqi hurmati uchun bir kunlik vaqtidan kechib Berlindagi namoyishga aktivlik bilan qatnashishga chaqiradiganligini ifoda qildi. Myunxen shahridagi qarindoshlarimizni Berlinga opirish uchun Qurultiyi tarafidan maxsus avtobus ijara ilindi va avtobus 1 ayning 3 kuni kechda Myunxendan Berlinga qarab yo'lga chiqadi. Namoyish haqida yanada tafsiliy ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining sekretari Erkin Zunun apandi bilan bevosita aloqa qilsangiz bo'ladi. Telefon nomeri 0049 176 32 98 55 43. Hürmetli görünmeliler. Yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishcha bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.